Hello everyone. Bugun sizlar bilan Xudo xohlasa 3-mavzuyimizni boshlaymiz. Bugungi mavzuyimiz demonstrative pronounce, ya'ni ko'rsatish olmoshlari. Ko'rib turganingizdek, bu mavzuda this, that, these, those'larni o'rganar ekanmiz. Xo'p, darsimizni boshlashdan oldin aytgan bo'lardim. Kanalimizga obuna bo'lib, like tugmachasini bosib qo'ying va bundan keyingi videolarimizni o'tkazib yubormang. Xo'p, darsimizni boshladik. This. We use this for singular and near things. Tarjimasi bu degani thisni. Xo'p, biza thisni yaqin masofada bo'lgan birlik narsalar uchun ishlatamiz. E'tibor bersanglar, mana bir rasmni kuchuk turibdi. Bu bitta va yaqin masofada bo'lgani uchun biza thisni aytamiz. Misol uchun, this is a dog, ya'ni bu it. Yana bir qancha misollarni ko'radigan bo'lsak, this is my pen, bu mening ruchkam. This is a nice bag, bu chiroyli sumka. Endi bu yerda artikel qilayotganligini sababi bu sanaladigan ot bo'lgani uchun artikel qilyapti. Endi buni keyingi darslarimizda batafsilroq o'rganamiz. This is my phone. Bu mening telefonim. This is a delicious cake. Bu mazali to'rt. This is my favorite book. Bu mening sevimli kitobim. These. We use these for plural and near things. Ya'ni these degani bular degani. Biza theseni yaqin masofada bo'lgan, lekin ko'plik otlar uchun ishlatamiz. Rasmga e'tibor qaratsanglar, bu yerda ikkita it turibdi. Ikkalasi ham yaqin masofada. Ya'ni biz bu holatda theseni ishlatishimiz kerak. Misol uchun, these are dogs. Ya'ni bular itlar. Yana bunga ham bir qancha misollarni ko'ramiz. These are my friends. Bular mening do'stlarim. These are apples. Bular olma. These are my shoes. Bular mening poyabzallarim. These are beautiful flowers. Bular chiroyli gullar. These are new books. Bular yangi kitoblar. Hop. That. We use that for singular and far things. Tarjimasi o'sha va anavi. Hop. Biz thatni uzoq masofada bo'lgan, lekin birlik otlar uchun ishlatamiz. Rasmga e'tibor qaratsanglar, bitta it bor va u ham uzoq masofada. Ya'ni biza bu vaziyatda thatni ishlatamiz. That is a dog, ya'ni anavi it yoki o'sha it degani. Bunga ham bir qancha misollar ko'ramiz. That is a beautiful house. O'sha go'zal uy yoki chiroyli uy. That is my friend's car. O'sha mening do'stimning mashinasi yoki anavi mening do'stimning mashinasi desangiz ham bo'ladi. That is a big tree. Anavi katta daraxt. That is an interesting painting. O'sha qiziqarli rasm. That is my favorite chair. O'sha mening sevimli stulim. Hop, endi those ni ko'radigan bo'lsak. We use those for plural and far things. Tarjimasi o'shalar, anavilar degani. Biza those ni uzoq masofada bo'lgan, lekin ko'plik otlar uchun ishlatamiz. Ya'ni bittadan ko'p bo'lishi kerak. Rasmga e'tibor qaratsanglar, uzoq masofada ikkita it turibdi va ular sanaladigan, ko'plik bo'lgani uchun biza those ni ishlatamiz. Hop, bunga ham bir necha misollar ko'ramiz. Misollar.
Those are my shoes. O'shalar mening poyabzallarim. Those are mountains. O'shalar tog'lar. Those are my friends over there. O'shalar mening do'stlarim. U yerda. Those are birds in the sky. O'sha osmondagi qushlar. Those are old buildings. O'shalar eski binolar. Yoki ana bular eski binolar desangiz ham bo'ladi. Farqi yo'q. O'shalar yoki ana bular desangiz ham bo'ladi. Hop. Endi yakuniy xulosani qilamiz. Ya'ni this ni biza singular degani birlik degani, near degani yaqin degani. Ya'ni yaqin masofada bo'lgan birlik narsalar uchun ishlatamiz. This is an apple. This is an apple deymiz. Hop. These ni esa yaqin masofada bo'lgan ko'plik narsalar uchun ishlatamiz. Plural near. Plural degani bu yerda ko'plik degani. That ni bo'lsa uzoq masofada bo'lgan lekin birlik narsalar uchun ishlatamiz. Those ni esa uzoq masofada bo'lgan lekin ko'plik narsalar uchun ishlatamiz. Umid qilaman darsimiz sizga foydali bo'ldi. Aytib o'tgandek kanalimizga obuna bo'lib qo'ysangiz, bu o'zingiz uchun foydali bo'ladi, chunki noldan darslarimizni kundalik ravishda tashlab borishga harakat qilaman. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' bo'ling.